Bizni hududimiz narkotik moddalarni bu Afg'onistondan boshqa davlatlarga tashish uchun tranzit zona sifatida ishlatiladi. Biz davlatimiz rahbariyati bu borada juda yaxshi fikrlarni berdilar. Juda achchiq, lekin juda haqli fikrlar. Qanday ota-ona fahmlashi mumkin farzandida o'zgarish bo'layotganini? Mana keyingi paytlarda xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqaldi, ayrim holatlar yuzaga keldi. Maktab yoshidagi bolalarga shirinlik orqali psixoaktiv moddalarni tarqatish. Vaynerlarimizga bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Narkotik moddasi bilan bog'liq faoliyat bu kulgi mavzusi emas. Sizga juda ham qattiq ta'sir qilgan holatni eslay olasizmi? Bizning 3 ta fuqaromiz oliy jazo osish orqali o'ldirish jazosi qo'llanilgan. Assalomu alaykum. Bugun dolzarb mavzulardan biri hisoblangan giyohvandlik va uning jamiyat uchun keltirib chiqarayotgan muammolari to'g'risida gaplashamiz. Studiyamiz mehmoni Davlat xavfsizlik xizmati idoralarida ko'p yillar davomida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida xizmat qilgan ekspert, Soya va yorug'lik orasidagi hayot kitobining muallifi O'ktam aka Suonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz O'ktam aka. Rahmat. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari ham ta'kidlaganlaridek, giyohvandlikka qarshi kurashish, umuman narko jinoyatlarga qarshi kurashish joriy yilda umummilliy harakatga aylanishi lozim. Sababi oydin hammamizga, ya'ni bu illatdan aziyat chekayotgan insonlarning soni yildan yilga ortib boryapti. Siz mutaxassis sifatida bugungi kunda mamlakatimizda va umuman O'rta Osiyoda narkotiklar bilan bog'liq holatni qanday baholaysiz? Rahmat. Mahliyoxon, avvalambor bu savol juda dolzarb savol. Agar biz giyohvandlik to'g'risida gap ketganda, juda ayrim hollarda qisqacha bir juda kichkina narsani, kichkina doirani tasavvur qilamiz. Agar O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan bo'ladigan bo'lsak, O'zbekiston eng avvalo Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari qatorida bu Afg'oniston bilan qo'shnilik. Xohlaymizmi, yo'qmi, bu xalqaro va mintaqalararo jinoiy guruhlar tomonidan bu kechagi holat emas, bu bir necha yillar davomida kelayotgan holat. Hech qachon bu O'zbekiston hududini narkotik moddalarni tranzit zona, ya'ni tranzit koridor sifatida ishlatish maqsadi hech qachon kun tartibidan olib tashlanmagan. Ular doimiy O'zbekiston, shuningdek biz bilan qo'shni bo'lgan Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarini tranzit zonasi sifatida ishlatadi. Bu muammoni eng katta, ya'ni xalqaro global holati. Global qaraganimizda bizni hududimiz narkotik moddalarni bu Afg'onistondan boshqa davlatlarga tashish uchun tranzit zona sifatida ishlatiladi. Endi masalaning ikkinchi tomoni bor. Ya'ni davlatlar ichida mavjud bo'lgan giyohvandlik bozori, giyohvandlik holati. Tasavvur qiling, talab va taklif. Giyohvandlik aynan talab va taklif mutanossibligi asosida hosil bo'ladi. Ya'ni agar bozorda giyohvandlik moddasiga talab bo'lsa, tepada aytgan, yuqorida aytgan jinoiy guruhlar bu talabni qondirish imkoniyatiga ega. Bu bir necha yillar davomida ularga qarshi kurash olib borilyapti, ularning jinoyatlariga chek qo'yilyapti. Lekin talab yangi guruhlarni tashkil bo'lishini, yangi faoliyatlarni, ularni tarqatish usullari, sotish usullari, tashish usullarini mukammallashtirgan holda yangi guruhlar tashkil qilayotgani bu bizni narkotik moddalar bilan bog'liq bo'lgan vaziyatimizga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sintetik narkotiklar, psixotrop moddalar va turli xildagi yangi turdagi nazoratda bo'lmagan tibbiyot psixoaktiv moddalarni o'sishi. Endi 3-holat. Xo'p, bunga qanday choralar ko'rilyapti? Yechimlar. Qanday yechimlar ko'rilyapti? O'ktam aka, shu yechimlarni ham ochiq-oydin birma-bir oydinlik kiritib aytib bersangiz. Albatta, yechimlar borasida to'xtaladigan bo'lsak, esingizda bo'lsin, xavf bormi? Unga qarshi kurash bo'ladi. Keyingi paytlarda kuzatishlar davomida, ayniqsa keyingi yillarda faqatgina qandaydir vakolatli tashkilotlar emas, bunga qarshi kurash davlat rahbariyati darajasiga ko'tarildi. Oxirgi majlisda davlatimiz rahbariyati bu borada juda yaxshi fikrlarni berdilar. Juda achchiq, lekin juda haqli fikrlar. Chunki
jinoiy guruhlarni oxirgi tomirigacha yetib borish, ularni ildizini quritish kerak. Bu juda katta mas'uliyat. Har bir xodim uchun, har bir bu sohada ishlayotgan vakolatli tashkilotlar, idoralar uchun yoki profilaktika choralarini o'tkazish bo'yicha. Biz Qozog'iston huquq-tartibot idoralari bilan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati idoralari bilan, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlari vakolatli tashkilotlari bilan xalqaro jinoiy guruhlarga qarshi tadbirlarni tashkillashtirganmiz. Eng qizig'i bilasizmi? Tashabbus O'zbekiston tomonidan chiqqan. Ya'ni biz u yerda qatnashchi emas, biz u yerda tashabbuskor sifatida, biz u yerda shu O'zbekiston hududida faoliyat olib borayotgan, Qozog'iston hududida faoliyat olib borayotgan, Rossiya hududida faoliyat olib borayotgan jinoiy guruhlar bo'yicha biz tashabbus ko'rsatib, u jinoiy guruhlarga chek qo'yganmiz. Juda katta partiyalarda narkotik moddalar olingan. O'ktam aka, hammani qiziqtirgan savolga o'tsak, aynan an'anaviy va sintetik narkotiklar to'g'risida ozroq ma'lumot bersangiz, o'zi bular qanday narkotiklar hisoblanadi? Nega ular kundan kunga ommalashib bormoqda? Men bir necha yillar davomida ishlagan bo'lsam, ko'proq biz an'anaviy narkotik moddalar bo'yicha ishlaganmiz. Narkotik moddalar turi jihatdan nimasi bilan bir-biridan farq qiladi? Birinchisi, ularni kelib chiqishi va organizmga, inson tanasiga ta'siri va uchinchisi tarqalish usuli. An'anaviy narkotik moddalari bu ya'ni tabiiy o'simliklardan, masalan, kannabis moddasidan, ko'knor moddasidan olinadigan narkotik moddalar turi. Narkotik va psixotrop moddalari bu laboratoriya usulida ishlab chiqariladigan narkotik moddalar. An'anaviy narkotiklarni kelib chiqishi O'zbekistonda emas, qayerdadir ishlab chiqarildi, Afg'onistondami, boshqa joydami, u tranzit orqali bizning hududimizga kirib keldi. U o'zgartirilmadi, shundayligicha tarqatildi. Qabul qilish usuli qanaqa? Hidlash orqali, chekish orqali, tomirga jo'natish orqali. Endi sintetik narkotik moddalarga to'xtaladigan bo'lsak, biz qayerda ishlab chiqarilganligini bila olamizmi? Qanday holatda ishlab chiqara olganini bila olamizmi? Ya'ni kelib chiqishi noma'lum. Ta'sir kuchini belgilab bera olamizmi? Har kimning organizmida psixoaktiv moddalar har xilda ta'sir qiladi. Ta'sir chorasini biz bilmaymiz, aniqlab bera olmaymiz. Uchinchisi tarqatish usuli. An'anaviy narkotik moddalarni tarqatish usuli inson bilan inson muloqotda. Sun'iy narkotik moddalarning tarqalishi bu nima bilan bog'liq? Ijtimoiy tarmoq, texnologiya bilan bog'liq. O'ktam aka, yoshlarni bu yo'lga, giyohvandlikka jalb etilishi asosiy sabablari nimada? Muhitmi, ularni qiziqishimi yoki umuman psixologik bosim, balki umuman ijtimoiy tarmoqlardir? Hozirgi paytda narkotik moddalarga jalb qilish ko'chadagi jinoyatchilardan ko'ra bu narsani targ'ib qiluvchilarga bog'liq. Targ'ib qiluvchilar turli xildagi kontentlar, memlar, turli xildagi blogerlarda vakolatsiz chiqishlari, turli xildagi sahna ko'rinishlari, kulgi ko'rinishlari. Men fursatdan foydalanib shu joyda bitta narsani aytmoqchi edim. Mana bir tasavvur qilib ko'ring-da. 2000-3000 ta odam tomoshabin o'tiribdi. Sahnada qiziqchi giyohvandlik moddasiga iste'mol qilgan fuqaroni obrazini yaratyapti. Shunchalik me'yoriy darajada obrazini yaratyapti-ku, kulgi bilan shunaqangi bajaryapti. Butun zalda o'tirganlar shunaqa qahqaha otib kulyapti, shunaqa maza qilib kulishyapti. Lekin tasavvur qiling, ayrimlari bir-biriga qarab ko'z o'ynatib qo'yadi, ayrimlari bir-biri bilan qo'li bilan ko'rsatadi. Bu bor narsa, bu haqiqat. Aslida kulgili holat emas. Aslida bu kulgili holat emas. Ayrimlari o'zini ustidan kulyapti, uni holatini ko'rib. Bu degani u narkotik moddasini iste'mol qilib ko'rgan. Tushunyapsizmi? Endi savol, bu holatni bu auditoriyadan tashqari necha millionlab yoshlarimiz ko'ryapti. Ularda bu narsani kulgi orqali ko'rsatish bu moyillikni keltirib chiqaradi. Bu mumkin ekan deydi. Odamlar kulyapti, odamlar normal qabul qilyapti. Bu narsani iste'mol qilish mumkin ekan. Chunki yosh bola, bu bilasizmi, uni miyasi ongi endigina shakllanyapti.
U har bir narsa u uchun qiziq. Xohlaysizmi yo'qmi, u uchun hamma narsani sinab ko'rish kerak. Aynan mana shu joyda men ijodkorlarimizga, blogerlarimizga, vaynerlarimizga bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Narkotik moddasi bilan bog'liq faoliyat bu kulgi mavzusi emas. Tasavvur qiling, bu kasallik. Hozir agar onkologik kasallik bilan kasallangan insonni kasallik jarayonini shunday qilib kulsangiz, qanday holat yuzaga keladi? Mavzuga jiddiy yondashish kerak. Juda jiddiy yondashish kerak. Bu mavzuni bilmagan holda yana qaytarib aytaman, bu kulgi mavzusi emas. Bu fojia. Shu o'rinda O'ktam aka, ota-onalar uchun ham tavsiya bersangiz, aynan giyohvandlikka chalingan yoki giyohvandlikka yo'l qo'ymoqchi bo'lgan farzandlarni, umuman ularda namoyon bo'ladigan belgilari qanday? Qanday ota-ona fahmlashi mumkin farzandida o'zgarish bo'layotganini? Eng asosiy belgi bolani ota va ona bilan muloqotini uzilish. Siz bolangiz uydan chiqib ketganda bolani yo'qotib qo'ymagan bo'lasiz. Bola siz bilan gaplashmay qo'ygan kuni siz bolani yo'qotgan bo'lasiz. Chunki bola tashqarida gaplashadigan insonlarni topadi. Endi yaxshigina o'qib yurgan bola o'qishlarda muammolar paydo bo'ladi. Qiziqib yurgan narsalari, qiziqishlari yo'qoladi. O'z-o'zidan jizzaki bo'ladi, o'z-o'zidan asabiy bo'ladi. Turli xildagi telefon qo'ng'iroqlarga javob beradi. Javob bermasdan sizda yashirinlikka kirib ketadi. Sizdan har bir qilayotgan harakatini yashiradi. Ko'chadan atrofiga yangi tanishlar, yangi do'stlar hosil bo'ladi. Maktabga ketadi, lekin maktabgacha yetib bormaydi. Maktabdan chiqadi, lekin uygacha yetib kelmaydi. Bu bilasizmi, birlamchi holatlar. Nima uchun men birlamchi holatlarga to'xtayapman? Bu boshlanish holatida. Endi jarayonda boshqa holatiga qaraydigan bo'lsak, eng yomon holat, ota-onalar uchun bu maslahat. Ko'p holatlarda bolasini giyohvandlikka berilganini bilgan ota-onalarni o'zi yordamga muhtoj bo'lib qoladi. Bilasizmi? Giyohvandlikka kirgan bola bu yomon bola emas. Giyohvandlikka kirgan bola bu muammoli bola. U kasal bola. Bu holatda ota-onalar qanday yo'l tutishlari kerak? Albatta, birinchi holat muammoni tan olish va mutaxassisga murojaat qilish. Bilasizmi, muammoni qanchalik yashirsangiz, u shunchalik kuchayib boraveradi. Qandaydir manfaatli bo'lishi uchun men bir voqeani aytib beraman. Bir hayotimda shunaqa bir holat bo'ldi. Bir ayol bitta farzandi, o'g'il bola, uni o'stirgan. Butun kuchini shunga tikkan, bilasizmi? Butun resurslarini shunga tikkan. Turmushga chiqmagan, ishlagan tinimsiz, bolasini o'qitgan, umrini baxshida etgan, bilasizmi? Bola yaxshi o'sgan. Aqlli bola o'sgan, o'qigan, o'qimishli, tarbiyali bola o'sgan. Balki otasini tarbiyasi yetishmagandir, erkak so'z, lekin ayol juda yaxshi tarbiyalagan. Oradan ma'lum vaqt o'tadi-yu, qayerdadir bir adashmovchilikda, bu chunki narkotik moddalar bilasizmi, bir kunda bo'lib qolmaydi. Bitta adashmovchilik sabab bo'ladi. Shu qandaydir adashmovchilik sababli bola giyohvandlik moddalar iste'moliga kirib qolyapti. Onasi xuddi shu yangi tepada sanab o'tgan xatolarni qilyapti. Muammoni yashiryapti, tan olmayapti, yaxshi bola edi, nima uchun bunaqa holat bo'lib qoldi? Buni oldini olishim kerak degan boshqalar bilan emas. Albatta, jar solish kerak emas. Yana men bir marta aytaman, bunday holatda birinchi navbatda mutaxassisga murojaat qilish kerak. U mutaxassisga murojaat qilmayapti. Tasavvur qiling, kechasi bilan bola ingrab chiqyapti, birinchi kecha, ikkinchi kecha, onada ko'ngli ezilyapti, qalbi ezilyapti, qiynalyapti. Oxirida o'g'li aytayapti, menga shu moddadan topib bermasangiz men o'lib qolaman deyapti, yig'layapti. Onasi yig'layapti, o'zini o'ylayapti, boshqa qilyapti. Oxiri shu sotadigan shaxslarning telefon raqamini olyapti-yu, o'zi qo'ng'iroq qilib borib shu moddadan bolasiga o'z qo'li bilan olib kelib beryapti. Bolasi iste'mol qilgandan keyin vaqtinchalik o'ziga qaytyapti, gaplashyapti, onasiga rahmat aytyapti, boshqa qilyapti, keyin yana bo'layapti. Yana shu holat takrorlanyapti. Ona endi shu bolasini qiynalganini ko'ra onada mehr olib kelib beryapti. Onani bir vaziyatda nimadir chalg'ityapti yo'ldan.
Shunday fikr kelyapti. Balki shu moddani men bir iste'mol qilib ko'rayin o'zim ham. Balki bolamni keyin olib chiqib ketish osonroq bo'ladi degan fikr. Men u ayol bilan Dardini gaplashdim. tushunarman degan Dardini ma'noda. men u ayol bilan gaplashganman. Juda og'ir suhbat kechgan, bilasizmi? Juda og'ir suhbat. Va ayolni o'zi ham giyohvandga aylanyapti. Narkotik moddalarni xususiyati shunchalik dahshatliki, hatto ilohiy kuch bo'lgan ona mehrini ham izdan chiqarishi mumkin. Qachonki noto'g'ri harakat qilinsa. Yaqinda chop etilgan kitobingiz, ya'ni Soya va yorug'lik orasidagi hayot nomli kitobingizda ham qiziqishdan tortib qaramlikkacha bo'lgan davrni eng muhim davr deb belgilagansiz. Aynan nima uchun bu davr muhim hisoblanadi? Bilasizmi, giyohvandlik muammosida asosiy omil bu oqibat emas. Asosiy omil boshlanish. Agar undan himoyalanmoqchi bo'lsangiz. Mana keyingi paytlarda xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqaldi, ayrim holatlar yuzaga keldi. Maktab yoshidagi bolalarga shirinlik orqali psixoaktiv moddalarni tarqatish. Mahliyoxon bu narsani guvohi bo'ldingiz, ko'rdingiz, internetda juda bu boshqa davlatlarda bu holat uchragan. Biz buni juda o'rgandik, tahlil qildik. Bu holat juda qiyin holat. Maktab sizni bolangiz uchun eng xavfsiz zona. Siz ertalab bolangizni maktabga qo'yasiz, bemalol ishingiz bilan shug'ullanasiz. Agar u yerda jinoiy guruhlar paydo bo'lsa va bolani yengil turdagi psixoaktiv moddalar orqali, shirinlik orqali bu narsaga jalb qilishni boshlasa, qanday holat kelib chiqadi? Biz ota-onalar buni sezmay qolishimiz ham mumkin. Chunki buni bolangizni o'zi sezmaydi. Ongli ravishda bolangiz u shirinlikni olib yemaydi. Unga berishadi. U shirinlikni yedi. Bolangizda tashqi o'zgarishlar, uyquchanglik boshlandi, injiqlik boshlandi, darsga bormaslik boshlandi, bosh og'rig'i boshlandi. Siz nima qilasiz? Siz tibbiyotga murojaat qilasiz. Tibbiyot mutaxassislari hech qachon birinchi navbatda bu narkotik moddasi iste'mol qilganlik fakti bo'yicha tekshiruv olib bormaydi. Siz o'ylaysiz, hech qachon meni bolam chunki bolangiz narkotikga yaqin emas. Yaqin emas deysiz. Bolangiz tasavvur qilolmaysiz. Bolangiz narkotika modda iste'mol qilayotganini bilmaydi. Biz mana shu narsani ham psixologik tomonini, ham amaliyot tomonidan yosh ota-onalar uchun to'liq bir case kiritdik u yerda. Qanday holatlar yuz berishi mumkin? Bolada qanaqa o'zgarish bo'ladi? Maktabda qanday paydo bo'lishi mumkin? Unga qarshi qanday tadbirlarni amalga oshirish mumkin? Buni hammasini kirgizdik. O'ktam aka, aytingchi, mana shu sohada ko'p yillar davomida faoliyat yuritgan shaxs sifatida o'zingizni mana operativ tadbirlarda qatnashgansiz, qancha jarayonlarni, holatlarga guvoh bo'lgansiz. Sizga juda ham qattiq ta'sir qilgan holatni eslay olasizmi? Bir holat bo'ldi. Bundan 10 yil, 11 yil oldin men bir ma'lumot oldim. Bizning 3 ta fuqaromiz, yoshi katta onaxonlar, ya'ni 2 ta onaxon 54-56 yoshda va bitta 47 yoshda erkak kishi Malayziyaning Kuala Lumpur shahridagi aeroportida katta miqdorda narkotik moddalar bilan qo'lga tushgan. Va ularga nisbatan oliy jazo, osish orqali o'ldirish jazosi qo'llanilgan. Bu menga tinchlik bermadi. Qanday holatda bunday bo'lishi mumkin? Men ularda birinchi navbatda qanchalik bu jinoyatga aloqadorligini aniqlash, ularning ayblari qanchalik haq ekanligini, imkon darajasida ularga yordam berish masalasida ikki tomonlama shartnomalar asosida kelishgan holda Kuala Lumpur shahriga uchib bordim. Kuala Lumpurda bir o'rmonning ichida joylashgan qamoqxonasiga bordim. Juda ayanchli ayollar qamoqxonasi. Men kameraga kirdim va shu o'lim jazosiga hukm qilgan o'zimizning fuqarolarni kutdim. Eshik ochilib, bitta onaxonni olib kelishdi. Tasavvur qiling, 56 yoshda, qo'lida kishan, oyog'ida kishan, boshi egilgan. Kiyimi ham bir allam balo rangda-da. Olib kelishdi-yu, o'zlarini tilda to'g'ri qaradi-da. Shunday meni ko'rdi-yu, ikkita ko'zdan shunday yosh oqdi.
Birinchi gapi bilasizmi nima dedi? Meni hayotimda oxirgi ko'rayotgan vatandosh o'zbegim siz bo'lsangiz kerak dedi-da. O'tirdik, gaplashdik. Holat nimadan iborat? Holat shu ayollardan bittasini qizi bir chet ellik xorijiy fuqaroga erga tegyapti. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin, "Ona, bir dam olib kelasizmi? Malayziyaga, Tekinga" degan taklif beryapti. Onasi qo'shnisini olyapti. Qo'shnisi ham 54 yoshda ayol. Bir umr tasavvur qiling, bir umr 25 yoshda qizini, nogiron qiziniga qarab o'tgan ayolda. Qo'shni yuring deyapti, birga pulini to'lar ekan deyapti, o'zini yana bitta taksi xizmati ko'rsatayotgan tanishi bor ekan, u yigitni olyapti. Uchovi xursand bo'lib Toshkentga kelyapti. Endi uchib ketish kerak bo'lgan paytda bir yigit kelyapti, ularga 3 ta bo'sh chemodan beryapti. Mana bu chemadanga narsalaringizni joylaysizlar, uchib ketasizlar. Ular tushunmayapti, nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti. Chemodanni olyapti, narsalarini joylayapti, samolyotga kechigib boryapti, o'tib ketyapti. Kuala-Lumpur shahrida tushgandan keyin bularni hech kim kutib olmayapti. Aeroportga u tomonga yuryapti, bu tomonga yuryapti. Aeroport xavfsizlik xizmati nazariga tushyapti. Chemodanni ochib qarasa, chemadanda har biriga 4 kilodan, o'sha paytlar bizda tabletka yo'q, 4 kilodan tabletka, metamfetamin tabletkasi bor. Ya'ni sintetik giyohvandlik vositalari moddasi. So'rashyapti, kimdan olding? Bilmayman. Kim olib kelib berdi? Bilmayman. Malayziya qonuni bo'yicha agar giyohvand moddasini kelib chiqish manbasi aniqlanmasa, jinoyat bilan qo'lga tushgan odamlarga o'lim jazosi, osish orqali o'lim jazosi. Ayıpsiz aybdorlar. O'lim jazosi. Ikkinchi ayol bilan gaplashgan paytim shunchalik ezilganmanki, tasavvur qilingda, u ayol 25 yil davomida uyda o'tirib 25 yoshlik nogiron bolasini, qizini tarbiyalagan, o'stirganda, bir marta yuring, bir siz ham dam olib kelasiz, havo almashtirib kelasiz, muammolaringizni sal unutasiz deb olib ketilib o'limga olib boryapsiz-da. Xayoliga ham kelmagan narsa. Tasavvur qilasizmi? Men juda ko'p harakat qildim. Xod kimnidir aytgin, hattoki tasavvur qilasizmi, bitta odam bu yerda yana onalik nimasiga ketamiz-da, mehriga. Hattoki qizi bu yerda bog'liqligi to'g'risida, qizi borligi, qizi kim orqalidir bilet olib berganligi, chipta olib berganligi, bu tashrifni tashkillashtirganligi to'g'risida ma'lumot ola olmadim. O'ktam aka, shuni so'ramoqchi edim. Barcha tajribangizni bir jumla bilan ifoda etganda, umuman xalqimizga, ota-onalarga, farzandlarga, umuman yoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Birinchi navbatda ota-onalarimizga. Ota-onalar farzandni saqlovchi birinchi devor. Biz faqat farzandimizni moddiy kamolotga yetishi emas, uni tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz kerak. Hozirgi zamon talabi bolangizni faqat nazorat qilish emas, uni tinglang, uni eshiting, uni atrofini kuzating, u bilan birga bo'ling. Siz bolangiz kelajakda yashashi uchun uy qurayapsiz. Siz bolangiz kelajakda minib yurishi uchun qimmatbaho mashina olyapsiz. Lekin uyni topishingiz mumkin, mashinani topishingiz mumkin. Shu orada bolangizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ota-onalar bolalariga juda ehtiyot bo'lish kerak. Meni tinglayotgan yoshlarga narkotik modda bu o'yin emas. Narkotik modda sizni taqdiringizni to'liq bir aylana shaklida o'zgartirib yuborish qobiliyatiga ega bo'lgan modda. Siz moddadan saqlanish uchun hozirgi paytda trend bo'lgan eng yaxshi narsa moddadan saqlanish uchun o'zingizni virtual hayotdan saqlashni o'rganing. Hamma narsa virtual hayotda. Agar virtual hayotga kirib bordingizmi, siz u yerda narkotikadan tashqari ham juda ko'plab xavflarga uchrashingiz mumkin. Eng asosiysi, agar sizda maqsad bo'lsa, ya'ni suhbatimizni boshida aytgan barcha resurslardan to'g'ri foydalanib, to'g'ri ketayotgan bo'lsangiz,
siz narkotik moddalardan uzoqda bo'lasiz. Rahmat O'ktam aka. Haqiqatan ham giyohvandlikka qarshi kurashish faqatgina huquq-tartibot idoralarini yelkasidagi vazifa emas. Bunga barcha oila, jamiyat, o'qituvchilarimiz, kerak bo'lsa vaynerlarimiz dedik, blogerlarimiz, jurnalistlarimiz barcha birdek mas'uliyatni his qilishi kerak va bunga qarshi immunitetni hosil qilishda birgalikda harakat qilishimiz kerak. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat kattakon Rahmat, sizga. taklif qilganingiz uchun sizlarga Sog' kattakon bo'ling. rahmat. Sog' salomat bo'linglar.